kichkina bo'lsa ham shahar markazidan hovli olaman turgan bo'lsangiz, men sizga shunaqasini topib qo'ydim. Bu hovlimiz hamma bilgan o'sha Xo'jadodxon mahallasida joylashgan. Bilmaganlar uchun aytib o'taman, bu tomonimiz Tarxun Center magazinining yonginasi va bu tomonimiz bo'lsa Buyuk Ipak yo'li magazinning yonidan kiriladi. Kelinglar, yaxshisi ichkarilarni bir joyda ko'rib chiqamiz. Ushbu shinamgina xonadonimiz 2 sotikga yaqin bo'lib, turburchi holatda joylashgan ekan. Remontlari ham yashashga tayyor holatda, o'rtacha chiroyli remont qilib berishibdi. Xonalariga keladigan bo'lsak, xonalari ham 3 ta xona, bitta katta oshxona, sanuzel va kladovkasi ham bor ekan. Kelinglar, yaxshisi ichkarilarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Qo'qon shahrida barcha lokatsiyalarga yaqin bo'lgan ushbu hovlimizni narxini 52 ming deyishyapti. Agarda biz 7-qavat kanalimiz orqali kelsangiz, sizlarga yana ham narxini tushirib beraman deyishyapti. Videomizga bitta like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'ying, manfaatli bo'ladi. Egalarining telefon raqamlarini pastga yozib qoldiramiz. Bemalol telefon orqali aloqaga chiqsangiz bo'laveradi.